Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Mustaqillik Sharq Turkiston uchun mengiladigan birdan-bir yo'ldir. 27-iyul Tashqi siyosat jurnali Mustaqillik chaqiriqlari Uyg'ur masalasiga yordam bermasligi mumkin sarlavhalik maqola e'lon qildi. Maqolada mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlarning Xitoydan mustaqillik talab qilmaydiganligi va mustaqillikni yoqlaydigan nuqtai nazarlarning Uyg'urlarning Xitoydagi kishilik huquqini qo'g'dash tirishchanliklariga ziyon yetkazadiganligi ilgari surilgan. Ammo yiroq nuqtadan olganda mustaqillik Uyg'urlarni Xitoy davlatidan qutuldirishni kafolatlantirishdagi birdan-bir yo'ldir. Navbatda Xitoy Xinjiang deb ataydigan Sharqiy Turkiston haqidagi suhbatlar xalqarалық to'qinish ramkasi ichida emas, balki kishilik huquq dafsandichiliklar ramkasi ichida olib berilyotidi. Xitoy soxtalik bilan Sharq Turkistonni qadimdan tortib Xitoyning bir qismi deb keldi. 2000 yillik uchrashishga qaramay, Xitoy toki 19-asrgacha mazkur rayonda o'zining zo'migarligini o'rnata olgan emas. Har qaysi sulolalar rayonning bir qismini qisqa vaqt bosgan. Onun bir qismini seliq to'laydigan munosabatga olib kirgan va uning ichki siyosatlarini manipulatsiya qilgan bo'lsa-mu, uni hech zamon Xitoy imperiyasiga muvaffaqiyatli qaytib etmadi. 1877-yili Qing sulolasi Sharq Turkistonni besib oldi. 1884-yili uni rasmiy yo'sinda Xitoychada yangi zamin ma'nosini beradigan Xinjiang sifatida o'ziga qo'shib oldi. Orqadan Qing sulolasi bu rayonga Xitoy va Xuyzu mustamlikchilarini yerlashtirdi. Xuddi hozirgi zamondagi nurg'un davlatlarning nomlariga o'xshash, Sharqiy Turkiston nisbatan yangi atalg'idir. Ammo bu nom uning xalqi bilan rezonatsiya hosil qiladi. Tarixiy nuqtadan 5-asrdan boshlab O'rta Osiyoning Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan mutlaq ko'p qismi Turkiston deb ataldi. Ruslarning 19-asrning boshlaridagi G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilishi bilan Sharq Turkiston degan bu atalg'u bu ikkisini farqlantirish uchun qo'llanildi. Sistemalik kamsitish, siyosiy girbaklashtirish va Xitoy mustamlikasi Uyg'urlar bilan boshqa turkiy xalqlarning 1933-yili mustaqillik jakarlashiga sabab bo'lgan mustamlikchilik qarshi harakatini borliqqa keltirdi. Qisqa umr ko'rgan bu davlat Xitoy Jumhuriyati va Sovet ittifoqining yordamiga erishgan militarist Shinsay yetakchiligidagi Xuyzu va Xitoy kuchlarining birlashmasi tarafidan og'dirib tashlandi. 1934-yili Sovet besimi ostida Shin milliy barobarlik, diniy erkinlik va mazkur rayonning o'zini o'zi idora qilishi va'da qilingan atalmish 8 buyuk siyosatni e'lon qildi. Vaholanki 1937-yili Shinsay Sunjungshanning Xitoy mustamlikchilarini yo'tkash va 100 mingdek odamning o'lishi va turmaga ilinishini keltirib chiqargan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni keng ko'lamlik tozalash orqali Sharq Turkistonni mustamlik qilish planini ishga oshirishga kirishdi. Natijada bu qaytadan jonlangan mustamlikaga qarshi harakatni borliqqa keltirib, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar va O'zbeklarning birlashib, Sovetlarning yordamida Sharq Turkiston Jumhuriyatini 1944-yili yana bir qatim jakarlashiga turtki bo'ldi. Keyin Mo'ng'ullar bilan Shivalarmi ularga qaytildi. Ayso Yusuf olib tekin boshchiligidagi ba'zi Uyg'urlar Kuomintang davrida Xitoyning ichida tinchlikda birga turishni va avtonomiyani izladi. Ammo ularning talablariga hech kim quloq solmadi. Amerika Markaziy axborot idorasining maxfiysizlashtirilgan dokladlarida ko'rsatilishicha, 1949-yili 27-avgust Sharq Turkistonning kelgusi haqida Xitoy kommunistlari bilan suhbatlashishga hozirlangan yuqori darajalik Sharq Turkiston liderlari sirliq aeroplan so'qilish vaqasida o'ldirildi. Xitoy Xalq Jumhuriyati Sharq Turkistonni 1949-yili 13-oktyabrda besib oldi va Sharq Turkiston Jumhuriyatini 1949-yili 22 dekabr kuni ag'dirib tashladi.
Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning besib ilinishini rasmiy holda Şinjanның tinchlik bilan ozod qilinishi deyishiga qaramay, Urumchi radiosi 1952 va 1954 yillari jami 150 ming Xitoy dushmanlarining yo'qotilganligini xabar qildi. Sharqiy Turkiston besib ilingandan beri Uyg'urlar bilan boshqa Turkiya xalqlar Xitoy hukumatining bostirish xarakterlik mustamlika siyosatlariga to'xtamasdan uchrab kelyapti. Uyg'urlar Xitoy bilan tinchlikda birga mavjud bo'lishni yoki ularga qarshi turishni izlasin, ular zulmdan qochib qutulolmadi. Hatto mashhur Uyg'ur iqtisodshunosi va mazkur avtorning 27-iyul kuni e'lon qilgan maqolasida Uyg'ur mustaqilligiga qattiq qarshi turg'uchi deb qaralgan Ilhom To'xtamo hozir Xitoyda bo'lgunchilikka aloqador jinoyat sababli umrlik qamoq jazosini o'tayotdi. Masxirilikka atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining sobiq raisi va Ilhom To'xta tarafidan ochiq oshkor holda Uyg'urlarga ko'ngil bilmasdan aksicha har vaqt Şinjanning muqimligi va bexatarligini ta'kidlaydi deb tanqidlangan Nurbekri 2018 yili pora olganlik bilan ayblanib, umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ularning taqdiri bizga Xitoy hukmronligida hech qanday bir Uyg'urning bexatar emasligini bildirdi. Mustaqillik izlash hozirgi aksil qatl-am bayonlarga ziyonliqmi yoki foydaliqmi? Uyg'ur mustaqillik harakati yaqinqi hodisa emas. Shundaqla u Uyg'ur qatl-amini suiiste'mol qilayotgan fursatparast harakatmi emas. Amaliyotda buning aksi to'g'ri. Uyg'ur qatl-ami Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlik qilishining bevosita natijasidir. Sharq Turkiston mustaqillik harakati Uyg'ur diasporasida texmo olqishga erishyapti. 2018 yili sentabrda Oqsaroyning Uyg'urlarning hech bo'lmasa diasporadagi Uyg'urlarning o'zlarining kelajagi uchun nemani umid qiladiganligini ma'lum darajada yo'ritib berish ko'zlangan Biz xalq degan rasmiy murojaat betida bir-biri bilan raqobatlashgan ikki murojaat to'plash faoliyati berildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning a'zo tashkilotlar qo'llagan hamda atalmish Şinjan qayta tarbiyalash lagerlari va oz sonliqlar degan iboralar ishlatilgan birinchi murojaat dunyoviy Uyg'ur diasporasining 12705 imzosiga erishdi. Sharq Turkiston surgun dokumenti qo'llagan va Sharqiy Turkiston yig'ilish lagerlari, qatl-am va besib ilingan zamin degan atalg'ular ishlatilgan ikkinchi murojaat ayni vaqtda 108,564 imzoga erishdi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish chaqiriqlari aksil qatl-am bayonlariga ziyon yetkazmaydi. Aksicha, u bu qatl-amdan ilgari nimalarning yuz berganligini tarixiy nuqtadan oydinlashtirdi va xalqaro jamiyatga tushadigan necha asrlik Xitoy Sharqiy Turkiston to'qinishini tonish va u haqda so'zlash haqidagi besimini kuchaytirdi. Aksil qatl-am bayoni bilan mustaqillik harakati bir-birini to'liqlaydi. Oldinqisi Sharq Turkiston krizisiga qarata qisqa muddatlik hal qilish chorasi sifatida xizmat qilsa, keyingisi Sharq Turkiston va uningdan halqagan rayonlardagi Uyg'urlar bilan boshqa Turkiya xalqlarining tinch kelgusini uzoq muddatlik va inshootlik hal qilish chorasi bilan ta'minlaydi. Sharq Turkiston mustaqillik harakati bizni keyingi mustamlik sharoiti haqida texmo kengroq va ijodiyroq yo'l bilan o'ylashga majburlaydi. Bu masaladagi murakkabliklarni ochadi. Uyg'urlarni haqiqiy qutqizish uchun dunyo ularning qo'rqinishdan, xo'rliqdan va zo'ravonlikdan xoli erkinlikka bo'lgan talpinishiga quloq solmasa bo'lmaydi. Agar bu talpinishga sal qaralsa, keskin aytganda Uyg'urlarga nisbatan hech qanday bir ahamiyatli kelgusi qolmaydi. Uyg'urlarni bu qatl-amdan keyin nima kutib turdi? Kim Uyg'urlarning hammasi mustaqillik g'oyalaridan voz kechsa, Xitoyning bu qatl-amni to'xtatadiganligi haqida kafolat bera oladi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining o'tgan 2 asrlik tragediyalik tajribasi shuni ko'rsatdiki, ularni 21-asrga o'zgacha ulus sifatida olib kirgani dal Sharq Turkiston mustaqillik harakatidir. Hatto lagerlar bilan turmalardagi barliq Uyg'urlar
Bugun kechi qo'yib berilgan taqdirdimi, ular yanada bostirish xarakterlik muhitda yashashga majburlangan bo'ladi. Sanoqsiz tahdidkor kuzatish kameralari, agressiv Xitoy soqchi kuchlari, Uyg'urlarga bo'lgan qonuniy qo'g'dinish va siyosiy huquqlarning kamchilligi qatorliqlar. Uyg'urlarni kelgusida kutib turdig'ini ularni Xitoyga aylantirish tirishchanligidan boshqa narsa emas. Uyg'urlar o'zlarining ajdodidan qolgan zaminida tinch, erkin va mustaqil yashashga muhtoj. Chunki buni Xitoy hukmronligi ostida amalga oshirg'ili bo'lmaydi. Mustaqillik Uyg'urlarning g'urur, tinchlik va erkinlikda yashashining birdan-bir yo'li. Ba'zilarning mustaqillik chaqiriqlaridan voz kechish orqali Xitoy jamoatining hissdoshligini qo'lga keltirishdan iborat bu nuqtai nazari bir xam xiyoldir. Biz ta hozirgacha G'arbdagi Xitoy jamoatchiliklarining, ziyolilarining va kishilik huquq aktivlarining mazkur qatlamga bo'lgan qarshiligini nihoyat oz ko'rib keldik. Aksicha, bu yilning 5-ida to'rda ep berilgan Xitoy shovunizmining Uyg'ur qatli roli haqidagi bir muhokamada Amerikada yashaydigan mashhur Xitoy atalmish demokratiya lideri Wei Jingshin hozir Uyg'urlar yurgizilayotgan qatli inkor qilib qolmay, balki yana nomussizlarcha Uyg'urlarni Xitoylarga qarshi qatlam ibodi deb aybladi. Sharq Turkistonning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlari Xitoy mustamlikchilari tarafidan berilgan necha qitimliq vahshiyliklarning qurboni bo'lib keldi. Ularning nurg'unlari yanada o'zlarining mustaqillikdan iborat bu siyosiy nishonida ching turdi. Agar bu o'zini beg'ishlash va qurbon qilishning ahamiyati to'van mo'ljallansa, Uyg'urlarning nima uchun tarixdan beri o'zlarining erkin va mustaqil bo'lishdan iborat bu umidini saqlab qolish uchun ajallik badal to'lab kelganligini tushuntirish qiyin bo'ladi. Dal bu yerda Uyg'urlarning faxrlanishi bor. Bu Uyg'urlarning Xitoy bo'lishni rad qilish va hammani yo'qotish hisobiga o'zi bo'lishni ching turish jasoratidir. Agar biz bu jasoratni uning chekiga turtsak, shuni ko'ra olamizki, Uyg'urlar uchun qo'l bo'lib yashashdan erkin odam sifatida o'lish afzaldir. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.